Xo'p, demak elektron tuzilishi KLMni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qavat ekan. 2 ta 8 ta X, Y ekan. Xo'p, M va N pog'onadagi elektronlar yig'indisi 15. Demak, mana bu ikkalasida yig'indisi elektronlar 15 ta. M va N qavatdagi elektronlar 15 ta ekan. Endi K va N pog'onadagi elektronlar soni o'zaro teng. Mana bu bilan mana bundagi elektron soni teng. Demak, N qavatda 2 ta bo'ladigan bo'lsa 15 ta 2 ni ayirsak, bunga 13 ta qoladi M qavatida. Endi aytyapti, shu elementning eng yuqori oksidlanish darajasini topish kerak. Birinchi kim bu? Aniqlab olaylik, qaranglar. 2 ga 8 10, 23, 25 bu marganez. Marganez eng yuqori oksidlanish darajasi bu +7 bo'ladi. Marganezning konfiguratsiyasini yozamiz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 bo'lib tugaydi. +7 7 ta chiqib ketishi kerak. Avval S dan 2 ta chiqib ketadi, keyin D dan 5 ta chiqib ketadi. Mana shundan oxirgi elektronning magnit kvant sonini topishimiz kerak ekan. Mana oxirgi elektron 3p6dagi elektron oxirgisi bo'ladi. Demak, P qavatimizda 3 ta yacheyka bo'ladi. 0, -1, +1. Oxirgi elektron 3, 4, 5, 6. Mana oxirgi elektron oxirida. +1lik kattaga to'g'ri kelar ekan bu. Demak, javobimiz +1.